100 mingga beringizmi? 80 mingga ham so'rashdi. O'zi любой boyvachchani yuragida bor-da shu mashina. Aka, yaxshimisiz? Originalmi bu? 63 Corsa bo'ladimi? Chetroqga oling yoki. Assalomu alaykum. Aka, yaxshisiz? Hormay, qarchimaysiz? Bu originalmi? Original bo'lsa kerak. Yoki ana poddelkam 505 to'g'ri. Salonni ko'rsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Sotmishsiz uni? O'zi yaqinda oldim. Mana sizga o'xshab boyvachcha bo'lganman. Nima bo'lmadimi bu? Endi bunga qiziqib qoldim. Sizlar Ohoy! Voy voy! Voy, maqtashyapti-ku. Свежий ekan-a. kim ishlab chiqargan yozilgan. Kim ishlab chiqargan mana ham yozilgan. Ha, yo'q. Abu Doniyor ekan. Abu Doniyor ekanda. O'zi любой boyvachchani yuragida bor-da shu mashina. Sotbismi aka? Olaman, realni. Yo'q, sotish niyatim yo'q. Nech pul olgansiz? 70 Sir bo'lmasa. 75 ming olgansiz. 100 mingga beringizmi? 80 mingga ham so'rashdi. Ya 80, 100 mingga bersiz olaman. Men lekin aka, bitta narsa aytaymi? Qozog'istonda bitta sales, imенно sales haydaydigan odam pодарок qilgan edi. Bo'ldi, yoshlar bilan salesga o'tgan, unda mashina pодарок qildi. Mercedes muxlislari, shu o'tamisizlar, BMW muxlislari. Bitta like bosib qo'yinglar, hattasizlar, ekranga davay qizartirib qo'yinglar. O'ylab ko'ring ekan aka. Ha, sotmaysizmi? Valla aka. Bizga ham nasib qilsin, sog' bo'linglar. Ha.